Allohdan qo'rqaylik. Rizq Allohdan. Bugun qancha ter to'kamiz, qancha mehnat qilamiz, qancha yelib yuguramiz, taqdirotni, taqsimotni Alloh qiladi. Alloh qodir qilgancha olamiz, qodir qilmagan bo'lsa biz uni ola olmaymiz. Birodar, sizni rizqingiz qayerda? Bugun siz bilmaysiz. Lekin Alloh taqdir qilgan rizq sizni qayerda ekanligingizni biladi, topib keladi birodar. Shuning uchun kuyinmang. Shuning uchun janjal qilmang. Shuning uchun sabrsizlik qilmang. Bugungi kunlarga sabr qiling. Bugungi kunlarga shukr qiling. Alloh taoloning o'zi fazl beradi. Bugungi kunda mana bugun ba'zi bir narsalar qimmatlashib boryapti. Ba'zi bir narsaga biz shukronasizlik qilyapmiz. Birodar, bunday qilmang. Allohning taqdiri u ki erta indin joyiga tushib qoladi. Pandemiyada nima bo'ldi? Do'konlarda narsa qolmadi. Kim och qoldi? Hech kim. Kim ochlikdan o'ldi? Ochlikdan o'lganlar yo'q. Alloh rizqlarimizni yetkazdimi?